alaykum aziz tomoshabinlar, bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Gentra haqida gaplashamiz. Bu mashina haqiqatan ham hammani hayratda qoldirdi, chunki Gentra nomi O'zbekistonda juda tanish va ishonchli bo'lib kelgan va endi u butunlay yangicha qiyofa va imkoniyatlar bilan qaytmoqda. Chevrolet Gentra aslida ilk bor Lacetti platformasi asosida ishlab chiqarilib, 2013 yildan boshlab bozorda paydo bo'lgan va qisqa vaqt ichida oilaviy sedan sifatida mashhurlikka erishgan 2026 yilgi yangi avlod. Gentra esa avvalgi soddalikni saqlagan holda zamonaviylikni ham olib kelmoqda. Tashqi ko'rinishiga qarasangiz, old panjarasi ancha agressivroq, LED farlar, zamonaviy chiziqlarga ega kuzov proporsiyalari esa yanada muvozanatli va chiroyli bo'lib qolgan. Tomondan qaralganda silliq chiziqlar va yangi disk dizaynlari mashinaga qimmatroq ko'rinish beradi. Orqa qismida esa yangilangan stop chiroqlar va ixcham dizayn elementlari bor. Saloniga o'tsak, bu yerda ham sezilarli o'zgarishlar mavjud. Yumshoq materiallar, kattaroq sensorli multimedia ekran, raqamli panel, qulay o'rindiqlar va keng orqa qator oilaviy foydalanish uchun juda mos. Gentra 2026 da Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, ko'p funksiyali rul, konditsioner yoki iqlim nazorati, xavfsizlik yostiqchalari, orqa kamera va parktronik kabi funksiyalar bo'lishi kutilmoqda. Texnik tomondan esa bu mashina kundalik hayotga mos qilib yaratilgan 1.5 yoki 6 litrli yangilangan benzin dvigatel yoqilg'ini tejamkor sarflaydi va shahar hamda trassada yetarlicha quvvat beradi. Avtomat va mexanik uzatma variantlari mavjud bo'lishi mumkin. Yurish qismi yumshoq osma tufayli Notex yo'llarda ham qulay harakatlanadi. Agar biz 2026 Chevrolet Gentra'ni shu segmentdagi Hyundai Accent, Kia Rio yoki Chery Arizo kabi mashinalar bilan solishtirsak, Gentra o'zining arzon servis xarajatlari, ehtiyot qismlarining oson topilishi va oddiy, ishonchli konstruksiyasi bilan ajralib turadi. Raqobatchilar texnologiya jihatdan biroz ustun bo'lishi mumkin, ammo Gentra uzoq muddatli